7200 so'm. Xitoyda unaqa narx emas o'rtoqlar, Xitoyda. O'rtoqlar hozir o'quvchilar tovarlarni taxlab uzunda sotish uchun televizorlar ko'tarib olibdilar hozir mana. So'tmay ekanini ko'ramiz. Aka, siz nima ko'ryapsiz? Bizlar mana bosibamiz Sanjar akam bilan hozir keldik va shu ko'zlar o'ynab ketib o'tdi, shunaqa narsalar ko'p ekan, o'zimizni tiya olmay qolyapmiz. Hammaga maslahat beraman deyman, lekin bir sirli. Konkurentlar ko'paymasin deydi. Mana bunaqa narsa olibdilar sotgani. Bu uzunda dahshat alinadi. Xudo xolasa natijalarni qo'yamiz buni. Har bittasini. Konkurentlaringizga ko'rsatib qo'ydik lekin. Mayli. Narxlarni aytsam jini bo'lasiz bularni, narxini. Namni narxi vashshi shikolat. Bular ham. Uzunda 49 ming, eng kami 69 mingdan o'zimdan sotib kelaman. Bundan bu yoqdagi narx 10 mingmi, 11 ming so'm atiga. Namni qaranglar narxini. 6200 so'm, 7200 so'm. Xitoyda unaqa narx emas o'rtoqlar, Xitoyda 5200 so'm, 6000 so'm. O'quvchilar mana shunaqa narxda olib sotishyapti.